Mana Harrod deb nomlangan ajoyib restoranda turibmiz. Aslida bu ota Harrodning farzand nevaralari tomonidan yaratilgan ekan. Ikkalamiz ham Xorazmlik bo'lgani uchun bu narsaga alohida urg'u qilayotganim yo'q. Har gal biz qaysidir vazirlik, qo'mita yoki bank tizimida biz o'qitsak, guruh tugagandan keyin ularga sertifikat topshirgandan keyin mana shunday an'ana tusini olgan ustozlar bilan birgalikda kelib shu yerda suhbatlashish. To'g'rimi? Ayni shunday. Bugun ham yana bitta ajoyib tadbirimizga yakun topdik. Ya'ni Biznesni rivojlantirish banki ATB aksionerlik tijorat bankini xodimlarini o'qitdik. Respublika miqyosdan juda ko'pchilik kelishdi va o'qitdik. Mana chiroyli Harrod deb nomlangan mana shu koshonada turibmiz. Restoran juda go'zal, mana atroflari. Ustozimiz ham shu bilan birga mana biz bilan birga bugun ana shu tadbirdan chiqib turib sertifikatdan topshirganimizdan keyin xotirjam bo'lib mana kelib o'tiribmiz. Baliq degan so'zni ham o'ziga xos bir mohiyati bor. Gap baliqda. Chunki baliq halollik ramziga aylangan. Aslida halollik vaksinasi taom bilan emas, insonning butun vujudi, butun qilayotgan ilmi amali bilan bog'liq. Biz ko'p narsaga erishgan bo'lishimiz mumkin, lekin men nimagaki erishgan bo'lsam, albatta ustozning bergan ta'limi sabab desam mubolag'a bo'lmaydi. Gorkining bir gapi bor. O'zimdagi barcha yaxshi fazilatlar uchun kitobdan minnatdorman dedi. Men shunga analogiya qilib, o'zimdagi barcha iste'dod va elga tanilishim uchun ustozdan minnatdorman. ajoyib, ajoyib. Marhamat. Man mana 54 yil davomida talabalarim o'qitib, ularga bilim, ilm, ma'rifat bergan bo'lsam, talabalarim ichida ko'pchiligi olim, rahbar, senat, deputat, lekin talabalar nutq madaniyati deganda O'zbekistonda men aynan o'zimni talabamni chiqaraman. Nutq madaniyati, ma'naviyati tarixida birinchi maktabni, akademiyani ochgan, qo'rqmasdan hozir mana butun O'zbekistonga yo'yildi. Darhaqiqat shunday ekan, bugun biz mana shu biznesni rivojlantirish bankida oxirgi o'sha sertifikatni topshirish jarayonida ham alohida aytib o'tdimki, dono, zukko, o'ta halol, o'ta tarbiyali, oilasi mustahkam, do'stiga, kursdoshiga, atrofiga, talabasiga, tinglovchilarga bo'lgan mehr muhabbati shunchalik kuchliki, men uchun bu baxt, bu saodat. Chunki o'sha necha yil oldin dars berib, o'sha auditoriyada mehr bergan bo'lsam, predmetim orqali ilm ma'rifat bergan bo'lsam, shu ilm ma'rifat hozir hayotga tatbiq qilinayotganini ko'rib va bularni mendan ham ko'proq ularni talabalar chiqib, men uchun baxt, saodat. Ustoz qachon kuchli ustoz bo'ladi? Qachonki shogirdi uni izidan borsa, uning ma'rifatini davom ettirsa, uning ma'rifatidan ustunroq yana ma'rifat sari intilsa, intilganga toli yor deydi. Ammo Rahimjon to'xtamagan va intilishdan qo'rqmagan, maqsaddan qo'rqmagan, ilmdan, ma'rifatdan qo'rqmagan, kitob o'qishdan charchamagan eng kuchli farzandlarimdan biri hisoblanadi. Men faxrlanaman, g'ururlanaman. Darhaqiqat shunday ekan, men bugun baliqqa boraman, baliq yeyman deganimga erkalanib aytdim. Chunki erkalanib aytishga haqqim bor. Meni talaba farzandim. Va mana shu yerdamiz. Biz aynan hozir shu yerdamiz va baliq yegandan keyin yana bir g'oyalar keldi, fikrlar keldi, yangi loyihalarda ijodni davom ettiramiz. Rahmat. Bugun ham ajoyib kun bo'ldi. Ustoz aytganlaridek, mana ustozini ketidan ergashgan edik. Men ham mana ustozimni ketidan ergashyapman. Sog' bo'lgin. Juda ajoyib. Mana Yaponiya safaridan kelgandan keyin qarashing, nutqqa joziba berishing va auditoriyani o'ziga tortish va manipulyatsiya qilish, ishontirish san'ati, bularning hammasini keyingi faoliyatingda yaqqol ko'rinayotgani meni xursand qiladi. Rahmat. Rahmat. Bu davom etaveradi.